Avvalambor assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu seminarda ko'rayotgan har bir musulmonga 2026-yil haj ibodatini ado qilishlik nasib etsin. E, Haj har bir musulmon uchun umrida kamida bir marotaba bajarilishligi bo'lgan farz, ya'ni bir ulug' ibodatdan biri, rukn. Janubiy Koreyadan musulmonlar ozchilik tashkil qilingani uchun Janubiy Koreya ham Nusuk Haj, yana bir ko'rib turganlarda tepadagi Nusuk Haj yozuvi, Nusuk Haj platformasini bitta davlatiga kiradi. Hozirda 128 ta davlat, musulmon bo'lmagan davlatlarda ichida mm, South Koreya, uzr, inglizchasi aytib ketib qoldim. Janubiy Koreya ham bor. Xo'sh, bu Nusuk nima? Nusuk Saudiya Arabistoni Haj va Umra vazirligi tomonidan ishlab chiqarilgan rasmiy yagona bo'lgan onlayn platforma. Haj yoki Umra safariga oid barcha arizalar aynan shu tizim orqali amalga oshiriladi. Bu yerdagi yana bir qiziq ma'lumot: 2023 yildan beri Nusuk Haj o'z ishini olib boradi. Ya'ni hozirga 2 yil bo'ldi. Janubiy Koreyadan 2022 yil oxirgi marta hajga borilgan. Keyingilari haj narxlari qimmatlaganligi sababli juda ko'pchilik endi bu yerda faqat narx emas, birinchidan kompaniyalar yopilib ketgan. Keyingidan Nusuk Haj endi bitta yagona bir platforma bo'lgandan keyin bu yerda narx-navo oshgan, xizmat ko'rsatish standarti juda yuqori. E, Janubiy Koreyada bir yoki bir qo'l bilan sanoqli kompaniyalar qolgan, faqat Nusuk orqali hajga jo'natuvchilar. Shu bilan hajga boruvchilar soni keskin tushib ketgan. E, O'tgan yilgi kvota haqida ma'lumot bersam, 120 dona West Koreya Respublikasi bo'yicha 120 dona kvota berilgan. Mana bu yilga kelib 400 taga chiqdi. Bu degani sekin-sekin ommaga, mana bizga o'xshagan mana boshqa kompaniyalar Nusuk hajni tushuntirib, bundagi hujjatlarga yordam beradigan kompaniyalar, konsalting kompaniya chiqqan uchun haj kvotasi asta-sekinlik bilan oshib boryapti. Mana hozirga 400 ta. Bu ancha yuqori. O'tgan yilgidan qaraganda juda yaxshi natija. Nusuk haj bu oddiy bir profil ochib, har bir hujjat, ya'ni hajga boruvchi inson o'zidan o'zi dokumentini to'ldirib ishga yoki bir haj vizasiga ega bo'ladigan bir oddiy platforma emas. Buni ham o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Yana bir qiyinchiliklardan biri, biz o'zbek zaboni, o'zbek diasporasidagi insonlarga uni programmada o'zbek tili, rus yoki koreys tillari mavjud emas. Birinchi bosqichdagi o'zi qiyinchilik shu tildan kelib chiqadi. Keyingi bosqichlari hujjat tayyorlash, ularni onlayn tarzda yuklash jarayoni qiyinchiliklardan biri. Bu yerdagi keraklik piksellari, hujjatlarda shakllarida talablar juda katta. Buni misol uchun bir tushuntirish uchun, ingliz tilini bilgan inson Amerikaga ketmoqchi, Amerikaga lotereya yutmoqchi. Buni hammamiz bilamiz. Bizning tilda green card deb aytamiz. Har bir ingliz tili bilgan inson ham green cardani formasini to'ldirib yoki to'ldirish jarayoni juda murakkab deb bilishadi ingliz bilgan odam. Hatto bunga to'ldira olmaydi. Vaholanki green cardni to'ldirish besplatniy bo'lgan, ya'ni bu pul olmagan. Shunda ham odamlar to'ldira olmagan. Shu to'ldiruvchi bir firma, konsalting firmalar, tur agentstvalarga murojaat qilishadi. Hozirga to shu davom etib keladi. Bu bir misol uchun aytildi. Bu Nusuk Haj endi bu yerda insonlarda o'zini ishlab topgan haqlari bu programma orqali to'lov qilinadi. Bunga yana ham bir mutaxassislar orqali murojaat qilinsa, har bir boradigan haj hujjatlarda manfaatiga bir foyda bo'ladi. Endi keyingi slaydga o'tsak,